Mantini yaxshi ko'rasiz, lekin manti qasqoningiz yo'q bo'lsa ham qachon yuvaman u deb erinib o'tiribsizmi? O'zim sizga qasqonsiz ham manti tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Assalomu alaykum. Birinchi ishimizni nachinkasini tayyorlab qo'yishdan boshlaymiz. Juda ham mayda to'g'ralgan go'sht va piyozga tabimizga ko'ra tuz, ziravor va o'simlik yog'ini solib aralashtirib qo'yamiz. Men yakosal tuzlardan foydalanaman. Menda tayyor manti xamiri bor edi. Shuni dumaloq qilib kesib oldim va 5 tasini shunaqa birlashtirib, o'rtasiga nachinka solamiz va xuddi shu tarzda atirgul shaklida o'rab olamiz. Xo'sh, sizga anchadan buyon yoringiz bermayotgan atirgulga o'xshadimi? Xo'jayinizga tayyorlab bering, ularga nam yo'q bo'lsin. Ana endi qaylasini tayyorlab olamiz. Qizib turgan yog'da qalinroq to'g'ralgan piyozni sal qizargunicha qovurib olamiz. Tuz, ziravor, pomidor sousini quyib, yana biroz qaynagan suv quyib olamiz. Tayyor tugilgan mantilarimizni birma-bir oralarini birozgina ochib, terib chiqamiz va 10 minut qaynab chiqishini kutamiz. So'ng yarim soatga past olovga dimlab qo'yamiz. Bunaqa taomlar bilan Be Fresh'ning ichimliklari zo'r ketadi. Iftorlikka ulgursangiz, albatta tayyorlab ko'ring.